Odamlarning qalbini ochib ichidagini ko'ra olmaymiz. Boshqalardan o'zimizni ustun qo'ymaymiz. Aniq hujjat dalilsiz birovni ayblamaymiz. Alloh hech birimizni xatolardan xoli qilmagan. Yaxshi niyat bilan ham xato qilishimiz mumkin. Birov haqni gapirsa ham botilni xohlashi mumkin. Aytgan odamdan shubhalanganimiz uchun haqni inkor etmasligimiz darkor. Biz haqqa haqliromiz. Hikmat mo'minning yo'qotgan narsasidir. Qayerdan topsa ham unga haqliroqdir. Yodingizda bo'lsin, odamlar Rasulullohning sahobalarini aybi nuqsonsiz deb xato fikrlashlari mumkin yoki sahobalarga keragidan ortiq baho berishlari mumkin. Holbuki taqvo darajasi har xil. Agar shunday qilishsa, so'ng sahobalarda qandaydir xatolik ko'rishsa, ko'ngli sovib iymoniga putur yetadi. Keyin Alloh va Rasulini yoqtirmaydiganlar chiqishi mumkin. Ular bunday munosabatdan foydalanib dinga hujum qilishadi. Ha, to'g'ri. Agar sahobalar aybu nuqsonsiz deb o'ylasa, ba'zilar ular qayerda-yu biz qayerdamiz deyishi mumkin. Biz ulardek xato qilmay yashay olmaymiz deyishadi. Keyin bu narsa ixtiloflarga bahona bo'ladi. Lekin odamlar to'g'ri fikrlashsa, sahobalar ham oddiy xatokor odam ekanini eslashsa, Alloh xato-yu gunohlarni kechirishidan umidvor bo'lishadi. Shunda odamlar sahobalarning birdamligiga taqlid qilishadi. Sahobalardagi ixtilofni uzrli deb bilishadi.